Nevroz yoki depressiya hozirgi zamonga kelib eng trendga chiqayotgan kasalliklardan bittasi. Kimga qarasangiz nevroz bo'lib qoldim, kimga qarasangiz depressiya bo'lib qoldim deydi. Aslida nevroz yoki depressiya o'zi qanaqa kasallik? Bugun shuni ko'rib chiqamiz. Chunki bila olishimiz kerak, bizda qaysi kasallik ketyapti, nevrozmi yoki depressiyami? Ayrimlar keladi menga nevrozman deydi, shikoyatingizdan depressiya chiqadi. Ayrimlar keladi, depressiya deydi, lekin nevroz chiqadi. Bu ikkalasi qanaqa qilib farqlaymiz bir-biridan? Xo'p, bitta narsani bilaylik. Bizda agar nevroz bo'ladigan bo'lsa, bizda ko'pincha xavotir ustunlik qiladi. Xavotir, vahima, qo'rquv va betoqatlik ustunlik qiladi. Depressiyada esa odamda tushkunlik, energiyasizlik, qiziqmaslik hech narsaga. Mana shu narsa ustunlik qiladi. Yana bitta holat bor, ikkalasi birdaniga keladi. Ham nevroz, ham depressiya, ham odamda qo'rquv, vahima ham bor, ham tushkunlik ham bor. Bu ham bor, buni nevrotik depressiya deb ataymiz. Xo'p, nevrozning turlari ko'p. Umumiy tarqalgan xavotirli nevroz, odam hamma narsadan sababsiz, tashvish, asossiz xavotirlanaveradi. Ipoxondrik nevroz salomatligidan juda qayg'urib qoladi. Sal birovdan rak bo'lib qolganini eshitsa, bir yomon kasallik eshitsa, o'zidan qidiraveradi. O'zini tanasini tinimsiz tekshiraveradi, doktorga boraveradi. Vahima, panik ataka bilan keladigan nevroz, panik ataka ustunlik qiladi. To'satdan vahima xuruji kelib, xuddi hozir o'lib qoladiganday bo'ladi. Obsessiv kompulsiv nevroz, miyaga yopishqoq fikrlar o'tirib oladi, tinchlik bermaydi. Odam miyasida faqat fikrlar, yopishqoq fikrlar va o'shandan qutulish uchun qilinadigan harakatlar. Eshikni qayta yopaveradi, qo'lni qayta yuradi, cho'milaveradi, har xil miyasida bo'lmag'ur xayollar o'rnashib oladi. Yoki fobiyalar bilan kechishi mumkin. Odamda fobiyalar, ko'chaga chiqa olmaydi, liftlarga kira olmaydi, balandlikka chiqa olmaydi, har xil fobiyalar bilan kechadigan nevroz bo'lishi mumkin. Keyin isterik nevroz ham bor, ayrimlar isterika qiladi. O'zidan kasallik, voy, u yog'im og'riyapti, bu ham og'riyapti, kasallikni, soxta kasallik belgilarini namoyon qilaveradi. Sal kayfiyati bo'lmasa, darrov o'zini kasalga soladi. Depressiyaning ham turlari bor. Bular asosiy egzogen, endogenga bo'linadi. Endogen bu besabab hamma narsasi yaxshi, lekin sababsiz tushkun yuradi. Bu ko'pincha miyadagi biokimyoviy jarayonlar bilan bog'liq. Egzogen tashqi omillar natijasida bo'ladi, har xil. Pul bo'yicha, uy bo'yicha boshqa muammolar natijasida. Bundan tashqari turi ko'p. Bo'lishi mumkin, odamda asosiy katta depressiv buzilish, 2 haftadan uzoq vaqt tushkun bo'ladi, odamni kundalik hayotiga jiddiy ta'sir qiladi. Oddiy ertalab choy qo'yish ham u uchun dahshatli, qila olmaydi. Shunaqangi qiyin tuyuladi. Distemik buzilishlar bor depressiyani, surunkali depressiya 2 yildan uzoq davom etadi. Ayrimlar depressiya ekanligini ham bilmaydi, lekin tushkun yuraveradi. Lekin ishlarni qilib yuraveradi. Bipolar buzilishlar bor. 30 kun bo'ladigan bo'lsa bir oyda 25 kun tushkun holatda yuradi, umuman qo'li ishga bormaydi. 25 kun emas, endi ramziy ma'noda aytyapman. Balki 28 kun, balki 20 kun. Qolgan kunlar energiya to'lib hamma ishni qilib tashlaydi. Uxlamaydi. Shunaqangi energiya qilib tashlaydi. 3-4 kunda bir oylik ishni qilib tashlaydi kerak bo'lsa. Keyin yana ketdi, yana tushkunlikka tushib qoladi. Mavsumiy, kuz-qishlarga qarab rivojlanadigan depressiyalar bor. Ayollarda rivojlanan tug'ruqdan keyingi depressiya turlari ko'p. Uni mutaxassis bilan gaplashganda odam biladi. Va ikkalasi ham birga keladi. Nevroz va depressiya birgalikda keladi. Ham xavotir, ham tushkunlik. Faqat ikkalasi birga kelganda odamlarda bar energiya bo'ladi. Haqiqiy toza depressiyada, katta depressiv buzilishda odam qo'li bir ishga bormaydi. Endi bitta savol tug'iladi. Nevroz yoki depressiya ayollarda ko'proq uchraydimi yoki erkaklardami? Mana bu statistikadan ko'rib olsak bo'ladi. Dunyo bo'yicha statistikani ko'ramiz. 100% aholi bo'ladigan bo'lsa, mana shu aholini 10%da erkaklar mana bu rangda, ayollar bu rangda. Erkaklarni ko'ramiz, dunyo aholisining 10% erkaklarda xavotir buzilishi bor, nevrotik buzilishlar. 15%da depressiv buzilish ayollarda. Demak, xavotir buzilishi ayollarda ko'proq bo'lgan. Depressiya 5% ga yaqinroq, 3,5-4% erkaklarda, 5% ayollarda uchrayapti. Demak, depressiya ham ayollarda ko'p. Ikkalasi birga kelganda ham ko'ryapmizki, ayollar ancha ustun. Demak, bilsak bo'ladiki, bu ruhiy buzilishlar erkaklarga qaraganda ayollarda kuchliroq bo'lar ekan. Nima uchun? Chunki erkaklarda ish bor, ishlab ovunadi, stressini chiqaradi, bir oyoqliqqa sayohatlarga bora oladi, imkoniyati bor. Ayollar uyda o'tirishadi ko'pincha, bola chaqaga qarab, uyda muammolar bilan qolib ketishadi. Shuni hisobiga nisbatan erkaklar kamroq. Chunki bu kasallik odamda stress natijasida keladi. Siz qanchalik ko'p stressga tushsangiz,
shunchalik bu kasallikni rivojlanish ehtimoli baland bo'ladi. Endi to'g'ri, rivojlanish sabablari ham ko'p. Asosiysi baribir stress bo'ladi. Shuning uchun ayollar ko'proq stressga moyil, chunki boya aytgan ular stressdan chiqara olmaydi. Shuning hisobiga nisbatan ko'proq va ular emotsional bo'ladi. Emotsiyaga ko'proq beriladi. Erkaklar sal sovuqqonroq bo'ladi. Bunaqa bir hissiyotga berilib qaramaydi. Shuning hisobiga nisbatan bu kamroq bo'ladi. Lekin ikkalasi ham davolashga muhtoj. Bu kasallik qanday bir kun, 2 kunda yaxshi bo'lib qolmaydi. Sekin-asta tuzaladi. Buni davolash ayniqsa depressiyaga antidepressant zarur. Nevrozda holatiga qaraydi. Agar holati jiddiy bo'lmasa, dorisidan chiqarib yuborsa bo'ladi. Depressiyaga dori kerak. Va albatta eng muhimi psixoterapiya. Bu kasallikka olib kelgan sabablarni bartaraf qilish kerak. Bemorga o'sha psixoterapevt ishlash mobaynida tushuntiradi nima qilish kerakligini va bemor o'shani anglab, bajarib, o'zini ustida ishlab, to'g'rilasa, muhitini, o'zini xarakterini bu kasallikdan chiqib ketsa bo'ladi va eng muhimi sabr talab qilinadi. Bu kasallikdan boya aytganda tezda qutulib ketilmaydi. Sekin-asta o'zgarish bo'raveradi. Shuning uchun tuzalmoqchimisiz, albatta psixoterapevtga boring. Shu maslahatini qiling, aytilgan tavsiyalarga amal qiling. Dorilar ham kerak, birgalikda kompleksni davolasa bo'ladi. Vaqt kerak, sabr kerak va ko'proq bilim kerak. Qancha ko'p bilimingiz bo'lsa, shuncha bu kasallikdan tezroq chiqasiz. Shuning uchun bir marta mening qabulimga ketgan bemorlar zerikib qolmasin deb, bilimini olib yursin deb yopiq guruh ham tashkil qilganmiz. Atigi 100 ming so'm evaziga 1 oy davomida qimmatli ma'lumotlardan foydalanish. Ancha-muncha postlar, videolar, audio podkastlar tashlanadi va xudo xolasa yaqin orada ovozli chatni ham qo'shmoqchimiz. Undan tashqari 10 kunlik kurs bor, jonli gaplashaman deganlar, har kun 10 kun davomida jonli gaplashaman deganlar uchun yopiq guruhda alohida 10 kunlik kurslar ham bor. Chunki aytganimdek, bir martalikda hammada ham o'zgarish zo'r bo'lmaydi. E'tibor uchun ko'proq bilim kerak. Ko'proq ishlash kerak, anglash kerak odam o'zini muammosini. Bittada miyangizga qo'yib bo'lmaydi bu kasallikdan chiqish yo'lini. Siz robot, kompyuter emassiz. Shuning uchun ko'proq bilim olishingiz kerak, ko'proq kitob o'qishingiz kerak. Ko'proq dunyoqarashni kengaytirish kerak, ko'proq jismoniy harakat kerak. Mana shular bilan vaqt sabr qilib boraversa, albatta bu kasallikdan chiqib ketsa bo'ladi. 100% tuzaladi. Faqat odamimiz harakat qilish kerak. Harakat qilgan odam albatta barakat topadi, bu kasallikdan tuzaladi. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik, tan sihatlik, qalb xotirjamligini tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.